Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi ko'rsatuvimizda xalqaro siyosat maydonida katta shov-shuvga ega bo'lgan bir voqea to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni 2026 yilning 3 yanvarida, ya'ni Venesuela davlatining vaqti bilan kechasi, ya'ni ertalabga yaqin 2-2:30larda Amerika Qo'shma Shtatlaridan maxsus harbiy operatsiya o'tkazilgan va mana shu operatsiya natijasida Venesuela prezidenti Nikolas Maduro va uning rafiqasi Celia Flores qo'lga olingan va ular hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahriga olib kelingan. Demak, bu voqea qanday bo'lgan? Ya'ni 2026 yilning 3 yanvar kuni tong ozonida, ya'ni 2-2:30larda Amerikaning maxsus kuchlari tarafdan, ya'ni aynan Delta Force degan shunaqangi maxsus bo'linmasi bor. Mana shu maxsus bo'linmasi tarafdan mana shu operatsiya amalga oshirilgan. Buning uchun bir qancha harbiy samolyotlar va harbiy vertolyotlar ishtirok etgan. Bu yerda bir qancha aholi tarafdan ham Venesuelada, ya'ni uning poytaxti Karakas shahrida ular video olingan. Bu yerdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining mana shu harbiy vertolyotlari past balandlikda uchib borib, o'sha Karakas shahrida bir qancha portlashlarni amalga oshirgan va bularning orqasida mana shu Delta Force bo'linmasi tarafdan mana shu Venesuela davlatining prezidenti Nikolas Maduro va uning ayoli, ya'ni rafiqasi Celia Flores qo'lga olingan. Va bular birinchi Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy kemalariga olib kelinib, bundan keyin Nyu-York shahriga, ya'ni AQShning Nyu-York shahriga olib kelingan. Bu haqiqatan shov-shuvga mos voqea, ya'ni bir davlatning prezidentini shunaqangi usullar bilan qo'lga olib kelish, bu juda ham katta voqea. Shuning uchun ham hozir bu katta xalqaro muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bir qancha davlat suverenitetlar, xalqaro huquq, bu munosabatlar kun tartibiga olib kelinmoqda. Endi bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Tramp ham o'zining ijtimoiy tarmoqlarida quyidagicha ma'lumot bergan. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Venesuela va uning lideriga nisbatan katta hujum o'tkazdi va buning natijasida Venesuela prezidenti Nikolas Maduro va uning rafiqasi qo'lga olinib, hozirgi kunda Venesueladan olib chiqib ketildi deb ma'lumot bergan va bu maxsus operatsiya Amerika Qo'shma Shtatlarining huquqni muhofaza qilish organlari bilan birgalikda olib borganligini ham ma'lum qilgan. Hozir bu yerda videolarda mana shu qo'lga olinganligi va harbiy vertolyotlar ishtirok etganligi, bundan tashqari Donald Trump prezidentning ijtimoiy tarmoqda yozgan o'sha ma'lumotlarni ham ko'rib borishingiz mumkin. Bu yerda endi Venesuelaning prezidenti Nikolas Maduroga nisbatan 2020-yilda qo'lga olish uchun juda katta summa qo'yilgan, taxminan 25 million. Prezident Donald Trump kelgandan keyin bu summa yana oshirilgan, ya'ni 50 millionga yetkazilgan va bugungi kunda mana shu voqea sodir bo'ldi. Bu yerda asosan Venesuela prezidentiga, ya'ni Nikolas Maduroga narkotrafik, narkotiklar bo'yicha, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga katta miqdorda kokainlarni olib kelish, qurol savdolari va boshqa jinoyatlar ham sud tarafdan, huquqni muhofaza qilish organlari tarafdan ham bu jinoyatlar qo'yilmoqda. Bu bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan va boshqa davlat liderlari tarafdan ham bu voqeaga katta reaksiya bildirildi. Lekin shunga qaramasdan Amerika Qo'shma Shtatlari Delta Force maxsus bo'linmasi orqali mana shunday katta operatsiyani amalga oshirildi. Bu Delta Force bo'linmasi Iroqda ham va boshqa davlatlarda ham bir qancha operatsiyalar o'tkazilgan va ma'lumotlar berilishicha juda muvaffaqiyatli ishlar olib borgan. Shuning uchun ham mana shunaqangi bir katta shov-shuvga sababchi bir voqeani ham amalga oshirishdi. Bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotim qisqagina mana shu. Bu ma'lumotlar xalqaro ijtimoiy tarmoqlarda, shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlarining taniqli Fox News kanali, boshqa CNN kanallari va boshqa xalqaro
kanallarda ham bu yaxshi yoritib borilmoqda. Agar qiziqsangiz, albatta bu kanallarda ham ko'rishingiz mumkin. Bugungi ma'lumotimiz mana shu. Agarda sizga mana shu ma'lumot, videolar yoqqan bo'lsa, albatta bu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu bilan kanalimni ham siz qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz va bundan juda ham minnatdor bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.